poza o'zgartirayotgan vaqtda pirillab havo chiqib ketadi. Bu неприятный ayol kishi uchun. Faqat bitta narsa, aloqa vaqtida shu tanalarning qaysidir qismini qanaqa tursa sizga ko'proq qitig'laydi. Qanaqa tursangiz unga ko'proq qitig'laydi. Qanaqa pozada tursangiz u возбуждение bo'ladi yoki siz qaysi pozada ishlasangiz, qanday harakat qilsangiz aloqa vaqtida sizga ko'proq foyda bo'lishini o'rganish kerak. Qaysi pozada ayol kishi ko'proq orgazm oladi? Nayezdniца pozasida. Chunki klitor ko'proq chiqariladi yoki klassik pozada. Qaysi pozada ayol kishi ichidan qinni ichiga kirib qolgan havo hisobiga havo chiqib ketadi. Mana bu narsani ko'pchilik gapirmaydi. Qinni ichiga erkak kishi bilmagan holda havo haydaydi aloqa vaqtida tez temp ishlaganda va havo kirib qolib poza o'zgartirayotgan vaqtda pirillab havo chiqib ketadi. Bu неприятный ayol kishi uchun. Erkak kishi mayli boraveradi. Ayol kishiga неприятный o'zini hijolat bo'lib ketadi. Shu hijolat bo'lmasligi uchun bu qinni elastikligini saqlab turish uchun siz kegel mashqini qila boshlashingiz kerak-da. Kegel mashqini qilsangiz havo chiqib ketmaydi. Poza o'zgartirgan. Chunki siz qisib turasiz-da, havoni ushlab turasiz. U yonidan chiqib ketadi yoki siz pozani o'zgartirayotgan vaqtda ovozsiz chiqa boshlaydi. Siz shunda ovozsiz chiqa boshlaydi, pirillab chiqmaydi. Bu narsalar hammasi tanani o'rganish. Siz qaysi pozada xo'jayiningizga yaxshiroq effekt, ya'ni tezroq tashlashiga javob berasiz. Bir xillarni eri xo'jayinni uzoq vaqtda bo'shanadi, kimdir tez bo'shanadi. Qaysi pozada xo'jayiningiz tashlash vaqti cho'ziladi, o'sha pozada qilib berishga harakat qilish. Bu sizni taningizni bilishingizga bitta turtki.